Assalomu alaykum yurtimiz a'zolari. Mana bugun sizlarga ikki xil motobloklarimizni obzorini qilib o'tkazamiz. Ikkalasi ham 7 tortquchi bo'ladi. Bunisi baloni sal kattaroq, bunisi esa kichikroq. Bu kattasidan boshlasak, oldi tomonlarida dugasi bor. Balonlari 612 balon bo'ladi. Mana o'zi balonlariga ham o'zini Hiromiki degan emblemalari bor. Bularimiz vozur filtrlari ikki tomonlama bo'ladi. Ham masliniy bo'ladi. Mana bu yerga aptol qilib qo'yiladi. Ham rol tomonda teparoqda nafas oladi. Bu narsasi, bu shlankadagi bu narsa dalada, chang to'zon yerlarda kerak bo'ladi. Bog'ning ichida yuraman desanglar, bog'ning ichida bu shlankasi xalaqit beradi. Buni yerdan bo'shatib chiqarib yuborsanglar bo'laveradi. Bunimiz akkumulyatorli bo'ladi, akkumulyator statorli bo'ladi. Pachenli balon trubasi bo'ladi. Pachenlisi ham ikkitadan bo'ladi bunda. Ba'zilar agar e'tibor bergan bo'lsalar, bittadan pachenli bo'ladi. Buni tushungan odam o'zi tushunadi. Bu turgan yeridan 180 gradusga buriladi bu narsalari. Skoroslari ikkita oldiga, bitta orqaga bo'ladi bu narsa. Qishloq xo'jaliklari bor. Ba'zi klientlarimiz aytayapti, motoblok olyapmiz, qishloq xo'jaligi mana bu yerda ochsa deyapti. Sizlarga buni ochib ko'rsatamiz. Mana ochib ham oldik. Ochsa, mana qishloq xo'jaligi bo'lmayapti ekan. Mana probka tunikasini o'zi bo'lyapti ekanda, mana bo'lmayapti ekan. Buni olgandan keyin ko'ryapti. Qayerdan olishinglardan qat'iy nazar, bu narsa kerak bo'lmaydi deb nima qilmanglar. Bu keyinchalik kerak bo'lib qoladi baribir. Ochib ko'rib olinglar. Bunimiz bu ham 7 tortquchi 170 motor bilan jihozlangan. Buni ham vozur filtrlari bunga o'xshab ikki xil yerdan nafas oladi. Buni ham shu dalaning ichlarida, nimalarda bunisi qo'l keladi. Bog' ichlariga yuradigan bo'lsangiz, mana narsasini naringga o'xshab chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Bunda ham aptol datchiga bo'ladi. Aptol datchiga nima foyda, menga nima afzalliklar keltiradi desanglar, motor qizib ketib qolsa, bo'lmasa aptol kamayib ketib qolsa, avtomasiga o'zi tashlab beradi. Buni relelari ham bor, mana relelari. Buni ham mana korobkalariga o'yib yozilgan. Balonlarida o'zini pechatlari bor. Mana Ruris 721. Bu to'g'risida ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, nomerlarimiz bor. Nomerlardan chiqarib qo'yamiz. Yo'q bo'lmasa internet, Google'dan olsanglar bo'ladi. Ruris 721 S lotinchada S yoziladi, 721 S. Bunimiz Chromiki 170. Buni ham internetdan istasanglar bo'ladi. Bu original motobloklar bo'ladi bular. Buni ishlatgan odamlar o'zlari biladi. Mana bu motoblogimizni juda ko'pchilik so'rayotdi. Rurisdan bormi uka, Rurisdan keldimi deb. Xudosa bundan yangi partiya o'tgan hafta keldi. Juda yuklarni ochib, mana sekin terishni boshladik. Buning balonlari 408 kichikroq balon bo'ladi. 408 balon bo'ladi. Buniki 612. Buning balonlari katta motoblok, ya'ni 13, 15, 18 tortquchili motobloklarga qo'yiladigan balondan bo'ladi. Arzonroq degan variant kerak bo'lsa, arzonlari ham bor. Yo'q, uka, menda korobka bilan motorni o'zi desanglar, mana korobka bilan motorni o'zlari ham bor. 170 deysizlarmi, 188, 92 hammasidan bor. Korobkasilari ham bor. Roli hamma yo'g'idan bor. Shu arzonroq zapchastdan motoblok yig'ib ber desanglar, yig'ishni ham iloji bor. Hozir yig'ib ko'rsatib ham qo'yganman. Buni bundan keyingi videolarda ko'rsataman ularda. Manzilimizga kelsak, manzilimiz Andijon Sharxon yo'li. Bu tomon Sharxonga ketaverish, bu tomon eski Baxt nasos.
mana bu elektr zapravka bor. 300 metrdan keyin o'ng qo'lda yangi qurilgan mebel bozorimiz bor. Kimga shunday motobloklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Ahli turidan bor.